Assalomu alaykum. Zamonaviy Gurza passazirskiy elektrovozlarni mashinist kabinasi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, ko'pchiligimiz bilamiz, lekin yaqindan ko'rmaganmiz. Bu mashinistning joyi, bu esa pomoshnik mashinistning joyi. Mashinistning joyida nimalar joylashgan? Pult управления, monitor, klub, tiyaga rekuperativniy торможение, 130 kranimiz sostav uchun xizmat qiladi. 224 kranimiz elektrovozni o'zi uchun xizmat qiladi. Manometrlarimiz joylashgan. Kran rezervni управление, EPK, knopka RB, ratsiyamiz joylashgan. Pomoshnik mashinasida ham mavjud. Va kamera, pisok, signal joylashgan va konditsionerimiz joylashgan. Yong'in xavfsizligi datchigimiz. Xolodilnikimiz mikrovolnovka joylashgan. Qishki sezon uchun pechkalarimiz joylashgan. Oyoqni tagida ham mavjud. Qisqacha ma'lumotimiz shu.